Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Kelinglar. Yangi bizani kutilmagan apartamentimizga, hotelimizga deb boshlamaymiz. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Biza yangi ofisga ko'chdik. O'zi hech bunaqa ko'rsatmasdim yangi ofisni. Bizani yangi ofisimiz. Reski obzorga o'tib ketaman. Biz yangi ofisga ko'chdik va yangi ofisimni qisqacha obzor qilib bermoqchiman. Ko'rayotganinglardek bizada kiraverishda brokerlar bilan yoki boshqa yana mehmonlar bilan, o'quvchilar bilan, ya'ni bliski obunachilarimiz bilan obzor qilgani, ya'ni gaplashib o'tirgani bu bizani holimiz desa ham bo'ladi. Bu yoqda mana ko'ryapsizlar, judayam ko'p odam so'radi. Mana shu ofisinglarni obzor qilib beringlar deb. Demayman, hech kim so'ramadi, prosta o'zimga yoqib qoldi. Bu bizlarni sovg'aga beradigan Redmi telefonimiz. Menga podpisasiya bo'lganligi, yana eslatib o'taman, mana shu videoni eng zo'r qichuv joylarini kesib olib turib edit qiladigan bolalarga Redmi emas, iPhone olib beraman, faqat prosmotri eng zo'ri bo'ladigan bo'lsa, постоянный zo'r prosmotr urib keladigan bo'lsa, mana shu YouTube'da anaqani kesib olib. Xo'p. Endi men bu Wi-Fi nechi pulga tushgan, men bu televizor nechi pulga tushgan, men unaqa aytib o'tirmayman, chunki biz kvartiradamiz. Ya'ni ofis arenda bo'ladi. Endi kelinglar, biz ochiq oydin ofisni ko'rsatamiz sizlarga. Xo'p, bu yoqda o'sha akkuratniy turgan hojatxona desa ham bo'ladi. Ko'z tegmasin, akkuratniy. Svetni o'chirib yuramiz, chunki svetni pulini o'zim to'layman. Hamma yaxshi ko'radigan, Samandar mazza qiladigan joyini ko'rsataman. Prям so'rab qo'ymadinglar-yu, mana. Svet yo'qmi? Mana bor ekan, spalni. Ko'rayotganinglardek, bu dodamniki, amakimniki emas, o'zimizdaniki. Oppoq, mana chista, sarg'ayib ketmagan, yo boshqa bo'lib ketmagan, mana ko'rayotganinglardek. Bizada mana garderob, mana bunaqa shnorlar. Yomon emas, zo'r. Buni o'zini ham balkoni bor edi menimcha, adashmasam. Hozir bitta ochsam, polniy plyajni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hatto ochilardi bu. To'g'risi, men balkonni ochib ko'rmagandim hali. Prirodani ko'rishga tayyormisizlar, atmosferani? Mana bir marta ofisda uxladim, qayta uxlamaydigan bo'ldim. Chunki ertalab soat 5 da quyosh chiqqanda riski tushadi. Mana o'zingizlar ko'ryapsizlar atmosferani. Toshkent City bu. Hazillashib, Toshkent City emas. Changini artmabsizlar-da. O'zi operator mana shu qarab yuradigan odam, chang bo'yotibdi hamma yoq. Xo'p, endi keyingi joyni obzor qilamiz. Trade qiladigan zonamizni, kompyuterlarni eng oxirida ko'rsataman, chunki u qiziq. Ofisga yaqinda ko'chdik. O'zini alohida garderobi bor ekan. Ko'rsatib o'tsak. Alohida garderobi. Mana ko'rayotganinglardek, Timur narsalari ham shu yerdami, bilmayman. Operatorimizni. Menga yoqqan tomoni oppoq nasreniyani ko'taradi. Men o'zimni domlarimni ham shunaqa remont qilmoqchiman. Keyin bu yoqda ahamiyat bersanglar, mana bunaqa upravляющий bor ekan. Buni $330,000 ham o'zimiz qo'ydirgandik, spets zakaz. Endi qiziqroq bo'lishini aytayapman, hazillashyapman. U to'pli polliki va shunchalik menga yoqqanidan ko'ryapsizlar, oshxonasi ham zo'r. Biz bolalar bilan ovqat qilamiz, lekin hali bir marta ham qilib ko'rmaganmiz. Lekin bolalar bilan ovqat qilishni yaxshi ko'ramiz. Mana gazlari, glавныйsi chirk bosib ketmagan, ana yog' bo'yotadi, unaqa emas. Mikrovolnovkalarimiz ham bor, mana ichlari top-toza mana. O'zi 2 kun bo'ldi ko'chib kelganimizga, toza bo'ladi. Hamma sharoit bor. Men bu idish bilan zo'r prekolli voqea bo'lgan. Bizda mana hamma mana sog'lom inson, hamma sog'lom odam. Men buni ichiga mana misol nima quyadi? Mana kommentariyada yozinglar. Nima quyishi mumkin? Biz bunga kola quyib ichamiz, kola. Nimagaligini aytmayman, lekin nimagaligini o'zingizlar topinglar. Xo'p, bu yoqda bizani bu joy namoz emas, bu qo'l artadigan sochiq ekan. Chortoqlarimiz bor. Mana oddiy endi kambag'allarning stoli. Bu yoqda mana xudo xolasa mana yaxshi yashaymiz, yomon emas. Qovun, tarvuz, yaxshi narsalarimiz bor. Pishiruvlar, kolbasalar. Bu yoqda hech nima yo'q. Go'sht olib kelmaganmiz. Chunki ovqat ko'proq zakaz qilamiz, hazil o'z yo'liga.
Bu yoq atmosferasini keyin ko'rsata qolamiz. O'zi xonamiz ham qolmadi boshqa. Bori shu. Kullerimiz bor ekan. Vivo brendlari sizni reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Shu joyda ozgina bachkinalik qilgan bo'lsam uzr, maksimalni qiziqroq obzor qilishga harakat qilyapman. Dom egasi aytgan, men bunga umuman qo'linglarni tekkizmanglar degan, chunki bitta o'chirsangiz mana bu YouTube'dagi videoni ko'rib olganingizdan keyin svet keladi-da. O'shaning uchun bu yoqqa ko'rsatib bermayman. Menimcha kulgili bo'lyapti-ku, sizlarga to'g'rimi? Operator bor, videoga olganidan beri kulyapti, ishonasizlarmi? Keyin takoy mana bunaqa o'zimni barsetkalarim bor. O'zim bunaqa bola emasman, hayotda просто prikolniy chiqish uchun bu barsetkani bitta okam bor, har doim ustimdan kuladi. 35 mingga Abu Sahiydan olgansan deydi, lekin o'zingizlar narxini bitta qiziqib yozib olishingiz mumkin. Endi buni ichida yangi olgan telefonim ham bor. Redmi 17 Pro Max bor-ku. Ko'rgan bo'lsanglar, men hozir bundoq qilamizda. Bundoq qilsa kamerasi chiqib keladi mana. Bundoq qilsa kamerasi chiqib keladigani. U ana. Lekin iPhone'dan tinib olar ekanda. Xo'p, keyin yana buni ichida nima bor? O'zi hech kim so'ramadi. Buni ichida nima bordi? Prosta pulim borligini maqtangim keldi, o'shaning uchun ochdim buni. Bo'lmasa hech kim so'ramadi. So'raydigan odam ham yo'q o'zi. Xo'p, endi eng muhim hali to'liq yasatib bo'linmagan. Endi men planlarim bor. Yana xudo xolasa yaxshi rezultat bo'lib tursa, yaxshi anaqalar bo'lsa, ko'proq kurs sotsak, negativchalar, mana shu xonani to'ldiramiz. O'zi aslida kurs sotish to'xtatganmiz. Biz kurs sotmaymiz. Endi prikol uchun aytaman, ko'proq kurs sotishni boshlab, ko'proq daromad qilsa. Kelinglar mehmonlar. Assalomu alaykum. Xo'p, mana shu uyni cho'tki qilib remont qilmoqchimiz. Yana remont emas, yana to'ldirmoqchimiz. O'zi bu trade uchun emas, faqat kontrol o'ynaymiz bu yoqda bolalar bilan. Mana yana kompyuterlar bor, bardak, mana bitta mana bolalar bunaqa zvachkalarini tashab ketgan. Bizani mana mehmonga chaqirishdi. Dupoyindan puli to'lanmagan reklama. Bu meni o'zimni savdo qiladigan kresloyim. Ko'rayotganlaringiz. Xo'p. Bu yoq mana kreslo, bu ham bir necha pul turadi bilmayman. Kimdir telefon qilyapti. O'quvchilar bo'lsa kerak menimcha. Xo'p. Aka, ozgina dam olib turasiz. Yaqinda men klaviaturani oldim uzun marketdan, yana reklama bo'lyapti-yu. Tagoy, mana bossangiz bor-ku, odam maza qiladi. Realniy chestniy arziv. O'zi buni ham hech kim so'ramagan. Mishkani ham zakaz qildim. Bu yoqda yana MacBook, yana qolgan apparatlarimiz, mana o'zi kameralarim bor edi. Professional oladigan kamera, balobattar narsalarim bor edi, lekin hammasini Timur chopib ketdi. Timur o'zi boshqa kvartiraga ko'chib ketib qoldi. Operatorimiz biz bilan edi. Yo'q, Timur ham. Aka deb ham yozmay qo'yganiga mana bir hafta bo'ldi. Obyektivim unda, shtativim unda. Xullas, ma'lumot o'rnida yana bitta maqtanib o'tmoqchiman. Bu yerda biz o'ynamaymiz. Qani mana yana bitta telefonim zaryadkada ekan, zaryadkaga qo'yganman. Operatorning o'zi, hozir men ko'rsataman. Eng qiziq masa qiladigan joyinglar mana tak. Bizi VIP kanalimiz bor. Mana VIP kanalda hozir ham mana bugun today 19:15 da 140 punkt, undan oldin 120, undan keyin mana yana sel berganmiz. Bu yoqda 70 punkt, undan oldin 200 punkt. VIP kanalimiz o'zdi, oddiy kanalimiz o'zdi. Qancha soqqalarni qilib tashlaymiz. Eng qizig'i shu analizlarni men o'zim MKS zonani o'rgatganman bu shogirdimga. Eng qizig'i shogirdimning o'zi hozir operator, videoga olyapti YouTube'ga. Men signallarni beradigan odam. Xullas, shunaqa obzor, qanaqa yoqdimi? Agar yana Samandariga bosing deydigan bo'lsanglar, kunlik shu ofisdagi jarayonlar, kunlik nimalar qilamiz, qanaqa bo'ladi, qanaqa kunni o'tkazamiz, ertalab ofisga kelishimdan ketgunimgacha nimalar qilamiz, qayerda massaj olamiz, qayerda nimalar qilamiz, nima ichamiz, bolalarni tarvuz qovunga o'tirgani 3 mahal hammasini ko'rsatib beramiz. Hazilga rozi bo'linglar, videoga like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, aytganimda eng zo'r editlarni kesib, eng yaxshi prosmotr olganga bitta odamga iPhone o'zim, shaxsan o'zim sovg'a qilaman. Sog' bo'linglar. Men maqtanmoqchi edim o'zim. Balkon qolib ketibdi. Balkon qolib ketibdi. Balkonni ham ko'rsatinglar. Mana Sharim Sheyx bu yoq. Orqa tomon Sharim Sheyx. Ko'rsatinglar balkonni ham. Mana
yangi chimlarni yozdirib bergan, baraka topsin dom egasi. Mana orqa tomon Sharm Sheyx. Shunaqa gaplar mana ko'rayotganinglarda. Videoni shu joyda yakunlab qolamiz. Menimcha boshqa maqtanadigan hech narsa qolmadi. Ikkita mashinam ham bor edi, uni maqtanmadim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Bo'ldi.